eng quvnoq manzildamiz, chunki Mening yurtim telekanalini tomosha qiladiganlar, omadli tomoshabinlar o'z sovg'alarini oladigan manzildamiz va kechagina shunaqa bir quvonchli lahzalarni biz bilan birgalikda qarshi olgan yurtdoshimiz ayni fursat mana shu quvonchlarni biz bilan bo'lishish maqsadida Sirdaryodan yetib keldilar. Ya'ni hafta g'olibimiz shu yerdalar. Shohida opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. O'sha kecha sizga qo'ng'iroq qilgan Qorbobo men bo'laman. Qorboboning ismi Bahodir bobo. Xush kelibsiz opajon, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. To'g'risini ayting, televizor ko'rayotgan ekansiz, chunki sizning munosabatingizdan biz buni bildik. Raqamingizni o'zingiz bildingizmi yo bu men raqamim emas deb o'yladingizmi? Bildim. Bildingiz. Bildingiz. Rahmat shunchalik. Nimalar o'tdi? Qanaqa sog'i yutdim ekan Yaqinda to'y qilaman, xursand bo'ldim. Ha, to'y qilasizmi? Nima qilyapsiz? Qiz chiqaryapsizmi? Chiqaramiz, to'y yana bo'ldi sizlarda. Haqiqiy rahmat. Qoyil. Ish qilib buni Sarpaga berib yubormaysizmi? Hamma onalar o'zingiz olib qolasa? Ha, bo'ldi. Kuyov to'rani nima deb o'ylayapsiz? Hammasini o'zlari qiladilar, ko'rasiz. Endi so'rab qo'ydim-da. Endi bir xil onalar qizim qiynalmasin. O'sha muzlatgichlar, o'sha kir mashinalar, televizorlar hammasi yonida bo'lsin deb berib yuborishadi. Yo'q, Shohida opam chiroyli tarbiya qilganlar. Shuni o'zi eng katta sovg'a kuyov bolaga, to'g'rimi? Muborak bo'lsin, qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin. Oila a'zolar, atrofdagilardan suyunchi olgan bo'lsangiz kerak. Ular qanaqa fikrdalar? Qanday o'ynading deb, qanday nima qilding deb so'rayaptilar. Buni qanaqa siri bor deb. Buni tashlab aytyapman, faqat o'rganinglar deb. O'rganinglar deb. Rahmat. Alohida chiqib xonadoningizga rostdan bor ekanmi, chindan yutdingizmi deb qiziqib so'raganlar ham bo'ldimi? Qarindoshlar, qo'shnilar so'rashdi. Shunaqa hozir ekran orqali so'rayotganlarga nima degan bo'lardingiz? Haqiqatmi? Haqiqat ekan, omadlarini bersin hammasini. Shohida opa, keyingisi bu bo'ladimi deyman. Xudo xolasa, yana kelaman, olib ketaman, Xudo xolasa. Ishtahingizni qaraysiz ertalabdan. Qorbobo sovg'alar yaxshi ekanda. Yo, endi Qorbobo to'g'ri-ku, lekin o'sha omadi kulib boqqan qorqizlarga beramizda buni endi bu yog'ini. Rahmat. Qorbobogami, kimga bo'lsa ham chin muxlisga chiqsin deymiz. Va hozir sizni sovg'angiz mana shu yerda, mana sovutgich, kir yuvish mashinasi va albatta televizor. Uchtasi birdan mukofotini egasi Sirdaryolik Shohida opamni yana bir bora qutlaymiz. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Sizni ham tilaklaringiz bo'lsa qisqacha eshitamiz, marhamat. Men tanigan, bilgan hammalarga salom yo'llayman. Ertadan hammalar o'ynasin, shunaqa omadlarini berib yursin hammani. Aytganingiz kelsin. Endi mana omadli inson keyingi jarayonda ham bizga yordam bersalar, ya'ni bugungi kun g'olibini ham aniqlashimiz kerak. Ya'ni bugun televizor sovg'asini egasi kim bo'ladi? Aynan mana shu jarayonda bizga ko'maklashasiz. Qo'llab-quvvatlab turasiz. 1 2 3 boshladik deb qo'yasiz. Boshladik. Ayting. 1 2 3 boshladik. 1 2 3 boshladik. G'olibimizni aniqlaymiz. Demak, televizor egasi bizda aniqlanadi. Omadli tomoshabin aksiyasi 94 kodi bilan. Aha. 15 75 76 bo'lib qoldi. Tabriklaymiz chin qalbimizdan va bir necha soniyalarda ularni bizga to'liq ism shariflari, yashash hududlari hamda necha ball to'plaganliklari hammasi yetib keladi. Shohida opa, biz sizga o'xshagan omadni har bir yurtdoshlarimizga hamda ushbu aksiyada ishtirok etayotgan har bir insonga, teletomoshabinlarimizga tilab qolamiz. Xo'p, endi ma'lumotlar keldi. Ma'lumotlar bor ekan. Qorqiz yutibdilar yana. Matayirova Mohiraxon yutibdilar. Hudud Namangan 119 ballni to'plagan ekanlar. Demak, ularga biz qo'ng'iroq qilamiz darhol. Televizor ko'ryapsizmi ish qilib? Balki allaqachon xursanddirlar. Umid qilamizki, ular ham sizga o'xshab televizorni tomosha qilayotganlar sarasidan va albatta bizga javob beradilar deb o'ylaymiz. Xo'sh. Qo'ng'iroq qilyapsizmi? Oppa, televizor berishim osonmasdi endi, Shohida opa. Shashilishmay turavering, xotirjam bo'lib. Ana. Bayramni nishonlab yuborishdim deyman. Hay, ertalab uxlab yotgan bo'lsalar, voy bugun uxlab olaylik. Ertalab 7:41 da kim bilan gaplashyaptilar endi bular? Abonent bor. Ikkinchi raqamga qo'ng'iroq qilamizmi deyman-da, Umidaxon. Ikkinchi raqamlariga bog'lanamiz. Demak, aynan ikkinchi raqamlari ham 1576 raqam ekan. Xo'sh, bog'lanamiz.
aynan suhbatlashayotganingizda qanaqa hayajonlar kechdi Shohida opa? Xursand bo'ldim. Rostdan ham yutganmikinman deb ich-ichingizdan a? Ha, xursand bo'ldim. Endi bularni shunchalik tashkil qilsizlar shu o'yinlarda. Borlaringga shukr, ishlaringga omad, rivoj tilaymiz. Rahmat. o'zi kir yuvish mashinasi bormidi uyda? Bor. Bor, ikkita bo'ldi. Xudo xolasa ikkita bo'ldi. Qaysini xohlaysiz, shunisini ishlatasiz. Bitta raqamlari ochiq, bitta raqamlari esa boshqa yo'nalishga javob beryapti. Men nazarimda jonli efirdan keyin bizning xodimlarimiz ularga Albatta. qo'ng'iroq qilishsa kerak. Shohida opa, biz sizni tabriklaymiz yana bir bor. Muborak bo'lsin. Sovg'alarni esa albatta har bir yurtdoshimiz o'zlarini tuman markazlaridan olishlari mumkin bo'ladi. Va sizga omad har doimgidek keyingi aksiyalarda ham doimiy faol bo'lasiz. Barcha yurtdoshlarimizga omad tilaymiz. Bugungi g'olibimizni yana bir bora chin dildan muborakbod etamiz va aksiyada hali endigina ishtirok etishni boshlaganlarga batafsil ma'lumotlarni navbatdagi videorolik taqdim etadi. Muddatini ham eslatib qo'yamiz. Baraka topkurli 26 dekabr gacha davom etadi. Tezlashinglar.